doktor, mani ko'zim og'riyapti, ko'proq yoshlanyapti, sen ham sal pastroq. Assalomu alaykum, hurmatli bemor. Sizni ko'p tarmoqli shifoxonalarimizdan oftalmologga yo'naltiryapman. Assalomu alaykum doktor, mani tishim bir haftadan beri og'riyapti. Assalomu alaykum, hurmatli bemor. Sizni men hozir ko'p tarmoqli stomatolog shifoxonasiga yuboryapman. Hey doktor, mani hozir doktorga jo'natmasangiz bo'lmaydi, mani nerv bo'lib qoldi. Assalomu alaykum, hurmatli mijoz. Sog'liqli psixolog shifoxonasiga yubortiryapman. Bo'ldi, men tuzatsa bo'ldi. Bu asablarim chochilib ketyapti. Assalomu alaykum doktor, mani qulog'im ichiga nimadir kirib ketdi, shiq qilyapti. Assalomu alaykum bemor, biz sizni ko'p tarmoqli assalomu alaykum bemor, ko'p tarmoqli shifoxonamizda otolaringologga sizni yo'naltiryapman. Nima deysiz doktor? Otolaringologga yuboryapman. Xo'p, rahmat doktor. Assalomu alaykum doktor. Mani oshqozonim og'riyapti. Meni nima qilsam bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli bemor. Men sizni ko'p tarmoqli gastroenterologga yuboraman. Rahmat. Assalomu alaykum doktor. Men ko'p yotaryapman, yuragim og'riyapti. Alaykum assalom, hurmatli bemor. Sizni pulmonologga jo'nataman. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli doktor. Mani qo'lim sinib qoldi. Nima qilish, qanaqa yordam bera olasizlar? Alaykum assalom, hurmatli bemor. Sizni ortopedga, ko'p tarmoqli ortopedga jo'nataman.